uzrli bo'lgan ayol kishi nima qiladi ertaga? Niyat qiladimi, qilmaydimi degan masala bor. Nima qiladi ertaga desa, usul tahoratni olaveradi. Odobdan deydi. Usul tahorat olaveradi. Miqotga boradi. Avtobusdan tushganda avtobusda o'tiradi. Tushmaydi, masjidga kirmaydi. Hamma jamoat chiqqandan keyin endi biz niyat qildirgizyapmiz-ku. Ashunda niyat qiladi bir xilda. Umramni ado etishlik uchun niyat qildim, umramni menga yengil va oson qil va mendan qabul qil. Aytadi. Shart, vojib aytishi. Niyat qilmasa gunohkor bo'ladi. Keyin labbaykani aytiramiz-ku. Labbaykani ham aytadi. Vojib aytishi. Chunki u chegaradan haramga qarab niyat qilmasdan, labbayka aytmasdan o'tib ketadigan bo'lsa, mashinada nimaga tushib qolsangiz, kameraga tushib qolsangiz nima qiladi? Chirq olib qo'yadi. Nima? Jarima keladi, to'g'rimi? Niyat qilmasdan o'sha joydan o'tib ketib qolsa, uzrliman degan xayol bilan. Yo'q, baribir niyat qilish kerak deydi shariat. O'tib ketib qoladigan bo'lsa, jinoyatchi bo'ladi. Bitta qo'y $350 ga qo'y olib so'yish kerak bo'ladi. Namanganda so'yib, qavm qarindoshini chaqirib qo'yaman bilan bitmaydi. Makka mukarramada haram hududining ichida so'ydiradi u bola. Tushundingizmi? Kerakmi, kerak emas. Shu sababda niyat qiladi bir xilda.